Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bir mijozimiz 2 yil oldin mendan gilam olgan ekanlar. Qidirib topib kelib, mana taqdir taqozosi bilan arzon qilib berganman. Mana qidirib olib ketdilar. Mana shu ko'rgan gilamingizni 4,5 million so'm, 4 million 400 ming so'm ikkitasi. Bittasi 2 million so'm, bittasi 2 million 450 ming so'mlik gilamni. Mana o'zlaridan so'raymiz, nech puldan olganlar? Narxlarimiz arzonligi rostmi, yolg'onmi? Mana o'zlaridan jonli anaqa o'zlaridan bir so'raysiz. Keling, kamerash, keling bir. Haqiqatan bu gilamchidan gilam olganmiz 2 yil oldin, hozir yana keldim. Gilamlari ham sifatli, ham yaxshi, ham juda arzon kelishtirib beryapti. Shuning juda xursandman shuning uchun. Gilam olmoqchi bo'lganlarga, bizani ko'rayotganlarga nima maslahatim ham sifatli, ham arzon. Juda arzon. Boshqa magazinlarga qarab juda arzon bo'lgani uchun har doim klientmiz. 2 yil oldin olganingizda baraka topdingizmi? Baraka topganman. Hozir ham xudo xolsa baraka topganman. Yana kelasizmi? Yana kelaman. Aka-uka bo'lib qoldik. Sizlar mana shu do'kondan kelinglarda aka-uka bo'lib qolib, mana shu yerdan gilamlarni yarim narxiga nech pulga oldingiz? Narxini aytmadingiz aka? 4 million 400 ming so'mda. Bu 2 million 400 ming so'm mana. Ikkalasini 2 million 750 ga oldim. Ha, mana qarang. Pashti 40%, 45% aksiya qilib, skidka qilib berdik. Kelinglar, bozordan yurgan dallollarga aldanib qolmanglar. Mana shu quyida raqam chiqarib qo'yaman. Shunga murojaat qilasizlar. Narxlarni butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Do'konimizga kelsalar, yaqinda bo'lsalar, misol Jizzaxda boshqa rayonlarda bo'lsalaring ham chiroyli narxlar qilib beramiz. Mana shu Murod akamda aka-uka bo'lib qolib, xudo xolasa to'y qilganda, yaxshilik kun qilganda mana shu do'konda bo'linglar. Hammalaringni do'konda kutib qoladi. Bundan tashqari bizada mebel, ugalok, hamma narsa bor. Keyin bizaga kelinglar, baraka topasizlar. Keyin mahsulotimizdan ham baraka topasizlar. Narxdan ham. Bizadan qoladigan 1 million, 1,5 million foydani to'yingizga, boshqa narsangizga ishlating. Bizaga murojaat qiling. Mana shunday xursand bo'lib keting. Akajon, sizni yana do'konimizda kutib qolamiz. Xudo xolasa yana kelamiz. Hammalaringni hangilam do'konda kutib qolamiz. Tanlovda adashmanglar.